Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana biz Malika bozori 39-do'konda narx Samsungni bugungi tenamiz Samsungni $180 dan xudo xolasa bu yog'i $700 narxlardagi tovarlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda asosan Samsungning ultra modellari, ya'ni flagman S24 Ultra, 22 Ultra, 21 Ultra, 23 Ultra, asosan ultralar ila orasida sizlarga yaxshi ishlatishingiz yaxshi bo'lgan tovarlarni ham qo'shib qo'ydim orasiga. Xo'p, boshlaymiz. Xudo xolasa $180 S15 bor. Ofitsialniy mikidan o'tgan. Bu asosan ko'pincha mana svязь yaxshi bo'lmasligi sababli neofitsialniy o'tkaziladi. Bu ofitsialniy mikidan o'tgan, svязьlar ma'lum bo'lmaydi. 8256 talik. Uncha-muncha o'yin o'ynaydigan bolalar olsa ham bo'ladi. Bu model juda ham tez sotilib ketadi, lekin kamroq keladi. Xo'p, $180 ofitsialniy mika bilan sizlar uchun, obunachilar uchun. Yana videoni boshida aytib o'tib qo'ying, sizlar uchun qaranglar. YouTubedan videoni ko'ryapsiz. Prosmotrlarda analiz qilsak, bizni ko'rayotgan insonlarning, kuzatuvchilarning 90% obuna bo'lmagan bizning kanalimizga. Qarang, oddiy, sodda qilib aytganda videoni ko'ryapsiz, Prayt na kanal, ya'ni kanalga o'tish, prosta o'tib, podpisatsiya bosib qo'ying, qizil tugmacha bo'ldi. Shu bilan bizga video qo'ysangiz, sizga qanaqa kichkina уведомление, ya'ni eslatma boradi, shu Malika bozorida yangi video chiqadi. Uni sizga ortiqcha bezovtagarchilik yo'q. Ili pastda Telegram, Instagram linklari bor, ularga o'tib olsanglar, misol uchun YouTube'ga kamroq video olayotgan bo'lsak, Instagram, Telegramda ko'proq tovarlarni, ko'proq ma'lumotlari bilan, narxlari bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi, bemalol. Xo'p, narxlarga o'tamiz. $180 S15 yo'q. Ketdi S22 ni o'zi 8256 talik, neobычный, endi holat juda ham tinu, yangi ochganligida qanaqa bo'lsa shunaqa turibdi. 8256 5G skromniy, qo'lingizda cho'tki turadi. U qiz bolalar olish kerak degan narsa yo'q. Imekalar ofitsialniy o'tgan, kelsanglar YouTubedan stiklo chexol bonusga bo'ladi. Takoy skromniy turadi, maslahat beraman. Bu narxini sizlar uchun $260 qilib beramiz. Shu kanaldan kelganlar uchun. Ko'chadan kelsa, har doimgidek aytaman, boshqa narx aytiladi. YouTubedan kelgan inson metib tursa, ko'chaga boshqa narx aytganimizni ko'pchilik ko'radi, biladi. Xuddi shuni bilan oq rangidan ham bor, S22, bu ham 8256, koreyskiy, imekadan o'tgan ofitsialniy. Buni ham narxi $260 sizlar uchun. Xo'p, skromniy telefonlar orasida yana bitta S23 Plus. Bu rang qandaydir bagati rang. İnsanlar o'ziga tortadi. Qo'lingizda bagati turadi, S23 Plus. Ko'rsanglar bo'ladi, to'rtburchak, korpusi, ekrani 120 Hz, olsanglar maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. 8256 bu ham 5G. Buning narxini $380 qilib beramiz. Stiklo chexollari bonusga bo'lyapti sizlarga. Qarang, stiklo chexolingizni o'zi olsanglar ham, betdan ko'chadan olsanglar, $10 pulingiz, $15 ga yaqin pulingiz ketib qoladi. O'sha narsani sizga tekinga qilib beramiz. Xuddi shuni qora rangi, bu ham skromniy, qo'lingizda cho'tki turadi. $380 qilib beramiz. Xo'p, Malika bozorida bir o'ylashinglar mumkin, misol uchun narxlar har xil, solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Haqiqat solishtirganda kunlar, vaqtga qarab ahamiyat beringlar, chunki qanchadir vaqt oldin bu telefonlar narxi boshqacharoq edi, hozir boshqacha. Imekalarni hisobiga, imeka o'tkazish hisobiga, ili chet eldan bizga kirib keladigan kargoning hisobiga bular narxi o'rtada tafovut bor. Imенно hozirgi paytdagi narxini solishtirsanglar, bozor narxidan imkon qadar sizlar uchun arzon qilib beramiz. Bu yolg'on yo'q. Misol uchun videoga baloncha, boshqa joyda buncha degan narsa yo'q. Bemalol solishtirsanglar bo'ladi. Solishtirganda qanaqa? Instagram kanallar bor, Telegram kanallar bor, shunaqa narsa. O'shalarni solishtirib olsanglar bo'ladi, bemalol o'zimizga qo'yarimiz. Narxlar imkon qadar bozor narxidan, boshqa joylardan arzon. Imkon qadar qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz. Bu sizlar uchun. Navbatdagi model S20 Ultra modeli. Boya aytganimdek, asosan S20 Ultralar modellar. Xo'p, 12256 Snapdragon 865 protsessor. Buni PUBG ga olsanglar 90 ochadi bemalol. Buning narxini sizlarga $270, $260 atrofi qilib beramiz. Bu aynan shu model bo'lsa $260 ga o'tadi sizlarga. Agar boshqasi bo'lsa $10, uzoq $10 gacha ransiya qiladi. 70 pastga yo tepaga kelsanglar bo'ladi. Ofitsialniy mikidan o'tadi. Ili mashta hamma sotilayotgan modellarga, misol uchun 1 oydan uzoq 5 oygacha garantiya, ofitsialniy garantiya beriladi. Xo'p, yana bitta ultra model, buni ham protsessori Snapdragon, PUBG ga olsanglar 90 ochadi, ekrani 120 Hz bo'ladi.
Buni model nomi Note 20 Ultra model. Note seriyalarida eng oxirgi versiya mana shu Note 20 Ultrada to'xtagan. Bulardan keyin Note seriya chiqmagan. Note bilan S birlashtirib S22 Ultra modelini yaratishgan Samsung. Xo'p, undan keyin o'sha Note chiqmadi. Bu narxini 330-320 dollar atrofida qilib beramiz. Kelsanglar chexol, steklo bonusga bo'ladi. Bularni steklosi qimmatroq turadi, chunki bularni ekrani avvalgi bo'lgan hisobiga bonusga qo'yib beramiz garantiyasi bilan. Kelsanglar 320 dollar steklo chexol bonus. YouTubedan, Telegramdan, Instagramdan kelganlar. Xo'p, hamma ko'pchilik bozorda yo'q, hamma so'raydigan, tez sotilib ketadigan modelda S21 Ultra modeli 12256 holatlari ko'rganlarda ideal holatda, chaqachuqalari yo'q, usta ko'rmagan, ochilmagan, usta ko'rgan, ochilgan telefonlar bo'lsa, hozir bu yerda yo'q, bo'lsa aytiladi. Mana shunaqa bo'lgan. Okay, shuni hisobiga shuncha o't beriladi deyiladi. Bu narxni sizlarga 335 dollar atrofida qilib beramiz. Hop, nima kelar ofitsialniy o'tgan 3 oy garantiya taloni bor. Steklo, chexol, bonusga YouTubedan o'sha kelganlarga, Telegram, Instagramga ko'paytirgan sababi bizga kerak obunachi, prosmotrlar bor. Prosta ko'pchilik 90% odam boya aytgandek obuna bo'lmasdan kuzatadi. Prosta pastga bitta knopkani bosing bo'ldi. Bizni obunachimizga aylanamiz, bu bizga plus. Katta motivatsiya bo'ladi, yana ishlashimiz kerak degan narsa. Kimgadir qiziq, kimgadir kerak degan narsa. Hop, xuddi shuni silver rangi, bu qorasi, bu rangida bizda narxida, ya'ni rangida o'zgarish narxiga ta'sir qilmaydi. Holati bunga nisbatan idealroq. Ikkalasi narxi bir xil. Making o'tgan 12256. Kamera zoomlari 100x gacha yaqinlashtirsanglar bo'ladi. O'sha oyimda yaqinlashtirib ko'rsanglar bo'ladigan telefonlar mana shular boshlanadi. Hop, narxi 335-330 dollar atrofida. S22 Ultra model. Bu modellardan tugab qoldi. Oxirini 420, 380 dan 420 ga sotdi. Yana keyingi partiya bo'lib keldi bular. Orasida 12512, 12256 bo'lgan. Imikalarini ofitsialniy o'tkazdik, lekin bizga salgina qimmatligi tushgan hisobiga. Lekin yana aytaman, solishtirsanglar bundan boshqa joylarda qimmat. Biz ularga nisbatan arzonroq qo'yishga harakat qilamiz. Bular narx 420-430 dollar atrofida chiqadi. Holatiga qarab, narxlar o'zgaradi. Xo'p, qora S22 Ultra, hozir aniq bilmayman, lekin 12256, 12512 aralash. Narxida farqi yo'q. Omadiz kelsa 512 chiqadi, omadiz bundaroq bo'lsa 256 chiqadi. Narxida o'zgarish bo'lmaydi. Xo'p, xuddi shu S22 Ultrani oq rangi, yashili, burg'un rang, qizil sifat, lekin bu qizilga kirmaydi. Buni faqat ayollar ishlatish kerak degan narsa emas. Olsanglar bo'ladi. Rangida farqi yo'q. 430-420 dollar atrof. Orasida 512, 256 aralash. S23 Ultra modeli bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita ekan. Mana bu rangdan pastda yana bor, bu rangdan ham bor, qora ikkita qolgan faqat. Bular narxini bir xil qilib sizlar uchun 530 dollardan qilib beramiz. Bular ham xuddi shunaqa 512, 256 aralash. Narxida o'zgarish bo'lmaydi. Omadinglarga qarab. Tanlaysizlar 512 chiqsa. Xo'p, holatiga kelsak, qora. Holat juda ham ideal. Apilus sostenadi degani mana shu ko'pchilik biladi. Apilus deganda shu chaqachuqalari yo'q, oynalari toza, foni yo'q, soyasi yo'q. Xullas, olsanglar mazza qilib ishlatadigan joy. Yangi ochsanglar xuddi shunaqa holatda bo'ladi baribir. Prosta ishlatilgan, akkuratni ishlatilgan. Apilus holatda. Hop, ayol kishiga mana bu rang, oq ranglari zo'r turadi. Pink rangi zo'r turadi. Qo'lingizda katta, bagati turadi. Narxini aytib o'tdim, 530 dollar. Ko'proq mana shu pink ranglarda 512 chiqadi. Bizda oxirgi model bu S24 Ultra, hali 25 Ultrani buvsini sotganimiz yo'q. Yangisini sotdik. Buni 24 Ultrani buvsi ishlatilgan, lekin sostenasi ideal yangidek, Apilus holatda. Bular 12512, narxlari 710-700 dollar atrofida chiqadi. Bozordagi narxi 750-780 dollargacha sotiladi. Bemalol boshqa joylardan qiziqsanglar, ko'rsanglar, solishtirsanglar bo'ladi. Kelsanglar hamma modelga steklo chexol bonusga faqat o'sha YouTubedan keldi, Telegramdan keldi. Chunki kuni bo'yi bu yerda ko'p odam aylanadi. Kim YouTubedan keldi, kim Telegramdan keldi, bu aniqlash qiyin. O'zingizlar aytinglar, mana shunaqa kelsanglar, mana shu narxda qo'yilgan videoda qo'yilgan narxda qilib beriladi. Aynan imенно shu videoda tushgan telefonlarga ta'sir qiladi. Qaranglar, taklif yana videoning oxirida aytib o'taman. Viloyatdagilar uchun shaharda ishi ko'p bo'ladi. Pastda nomer bor, telefon qiling, mana shu model kerak sizga. Imенно bu yerda bo'lmasa, agar siz bizda yo'q model so'raysiz,
imkon qadar agar obunachi bo'lsangiz sizga qiziqib beramiz boshqa joylarda. Raqamga telefon qiling, bog'lanamiz, gaplashamiz, kelisha olsangiz siz bilan kelisha olsak, baraka qilsangiz sizga dastavka qilib beraman. Qo'lingizga yetib borgandan keyin kartadan pulni tashlab bersangiz bo'ladi. Bu juda ham optimal variant. Viloyatlar uchun o'sha ideal variant deyiladi sizlar uchun. Chunki viloyatlar uchun qaranglar, telefonni chiqarib yuboraman, avval kelishamiz, videoda ko'rsataman, tovar holatini ko'rasiz, o'sha standartlarini ko'rasiz, yetib boradi, pochtadan borib ko'rasiz. Что telefon keldi sizga, oldingiz, qo'lingizga oldingiz, ko'rdingiz, no, что aldamabdi, o'sha videodagidek asl holatda nima degan bo'lsa hammasi to'g'ri keladi, sizga ma'qul. Bo'ldi, o'shanda kartaga pul tashlab berasiz. Biz bo'ldi tushdi, keyin siz telefonni olib ketaverasiz. Agar sizga ma'qul kelmasa, unaqa holatlar kamdan kam bo'ladi. Uni bo'lganligi shunaqa. Telefon ma'qul kelmasa, shunday обратноga qaytasiz, bir so'm yo'qotmaysiz, chunki biz sizdan pul olmaganmiz. Bu telefon tovar olganingizdan keyin pul tashlab berish juda ham yaxshi holat, chunki bir-biringizga ishonch ham bo'ladi. Siz pulingiz bizga, biz pulimiz sizga o'tib ketmaydi. Tovar yoqqandan keyin, qo'lingizga olganingizdan keyin pul tashlab berasiz. Dastavka xizmati butun O'zbekiston bo'ylab telefon qilinglar, bog'laninglar, qaysi telefon sizga interes, qiziqishi bor. Bularni nasiya savdoga olsanglar ham bo'ladi. Buning uchun faqat Samsunglar uchun limit kerak. Atay bizda iPhone'lar uchun bitta pasportga yili bosh to'lov 18 yoshdan oshgan bo'lsanglar, kelinglar. Bemalol 2 oydan 10 oygacha qilib beramiz. Kelsanglar bo'ldi. Sizlarga kichkina desa ham bo'ladi, katta desa ham bo'ladi. Bu sizlar reklama, e'lon, o'sha reklamachiga reklama desa ham bo'ladi. O'zimizning biznes bu, o'zimizning anamiz. Xo'p, bizda ko'pchilik xohlaydi, bilaman, MacBook olishni, MacBook ishlatishni xohlaydi. Talabalar, ishga kerak bo'ladi. Bitta muammo narxida, pulida qimmatlik qiladi. O'zimizda ham bo'lgan. Xo'p, sizlarga taklifim, bizda MacBooklar bor. Tagiga pastga MacBook uchun alohida nomer qoldiraman. Endi biz telefon bo'lgani uchun orasiga MacBookni ham qo'shdik, notebook biznesga. Xo'p, pastda alohida nomer qoldiraman. O'shanga telefon qilsanglar, bozor narxidan boshqa joylardan $50 bo'lmay qoldi deganda. $100 narxini arzon qilib beramiz. $100 bu katta summa agar tovarni video hisobga olganingizda. Boshqa joylardan $100 arzon. Bu gapimizga javob beramiz. Alohida nomer qoldiraman, telefon qilinglar, MacBook. Ko'pchilik olish xohlaydi. Bu boshqa bir joyga olib, MacBookingizni ochib ishlatsangiz, hali ham bu narsa bor bizda. Wow deydigan joy. Qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.